Endi yo'l haqqini yuzingizda to'laysiz. Qanday qilib deysizmi? Unda videoni oxirigacha ko'ring. Toshkent jamoat transportida to'lov qilish yanada osonlashdi. Endi avtobus yo'l haqqini yuzingiz bilan to'lashingiz mumkin. Atto xizmati tomonidan joriy etilgan PaySpay texnologiyasi tufayli endi jamoat transportidan foydalanish yanada zamonaviy, tez va qulay bo'lmoqda. Yangi tizim yordamida avtobusga chiqqaningizda validator qurilmasiga shunchaki qarash kifoya. Tizim sizning yuzingizni avtomatik ravishda tanib oladi va yo'l haqqi Atto ilovasidagi hisobingizdan yechib olinadi. Bu innovatsion yondashuv transport sohasining raqamlashtirilishi yo'lida muhim qadam bo'lib, nafaqat to'lov jarayonini soddalashtiradi, balki vaqtingizni ham tejaydi. Endi na naqd pul, na karta yoki telefonni chiqarishga hojat yo'q. Yuzingizning o'zi yetarli. Ushbu videoni avtobusda ko'p yuradigan tanishlaringizga yuborib ogohlantirishni unutmang. Zero ogohlik davr talabi. Bizni kuzatishda davom eting, chunki siz bilmagan sira xabarlar hali oldinda.